Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xohlasa, sizlarga Xorazmda yangiliklar yetkazib borishga davom etamiz. Bugun Xorazm viloyati Gurlan tumanidamiz yurtdoshlar. Gurlandagi mototsikl narxlarini qo'llanganicha e'tiborlaringizni havola qilamiz. Bilganlaringizdek, bugungi videomiz mototsikl ishqibozlar uchun, og'alarim uchun juda ham manfaatli hamda foydali video bo'ladi. Shu videomizni oxiridan ko'rsanglar, hammaga manfaati deydi yurtdoshlar. Xudo xohlasa, Gurlan tumanidagi Yo'ldosh texnika markaziga yetib kelamiz. Narx-navolarda o'zgarish bo'lgan aksiyalarni xudo xolasa qo'llangancha video davomida ko'rib bilib boraverasizlar. Bizning manzilimiz Xorazm viloyati Gurlan tumanining o'zida yurtdoshlar. Bu yoq tarafdan kelsanglar, eski mol bozor tarafdan kelaverishda yurtdoshlar, o'ng qo'llarimizda Yo'ldosh texnika markazi. Bu yoqdan kelsanglar, Kunchiqish tarafdan kelsanglar, eski bozor tarafdan kelaverishda, Ko'na bozor tarafdan kelaverishda, chap qo'llarimizda Yo'ldosh texnika markazi xudo xolasa. Xudo xolasa skuter olaman deysizlarmi, benzinli, elektronli olaman deysizlarmi, mototsikllarni eng zo'r narxlarda, eng arzon narxlarda bo'ladi. Yonida podarkalar bilan berib turibdi yurtdoshlar. Xudo xolasa, kelasizlar, dokumentlar haqida ma'lumot beramiz, layklarni bosib ko'raverasiz yurtdoshlar. Yana kelinglar. Mototsikllarning tur-turidan bor yurtdoshlar, yangi partiya, xudo xolasa, hammasi 2026-yilni mototsikllar yangilikda kelib turibdi. Qadam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamoqchisizmi? Bayramlar bilan xudo xolasa. Rahmat hammani ro'za Ramazon oylari bilan. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Yo'ldosh texnika markazini Og'abekda uzoqdan yaqindan kuzatuvchi obunachilari. Xudo xolasa 1-martdan mototsikllarda skuterlar sotishni boshlaganmiz. Agar xabar bo'ladigan bo'lsa, shu qishda 25-yil noyabrning oxirida hammasini yo'qotganmiz bo'ladi. Xudo xolasa mana martning 1-dan 70% texnikamiz yetib kelgan. 70%. Fevralda 30% yetib keldi, az-azdan sotib turdi. Xudo xolasa 1-martdan 70% yetib kelgan. 100% emas, 70% kelgan. 70%. Mototsikllar narxi o'tgan yilga qaraganda Og'abek sezilar darajada tushgan. Hozir arzon mototsikllar ko'payib ketgan, shuning uchun xalqimizdan sifatli bo'lgan, kimdir minib birgan, minib sinovdan o'tgan, qo'shnisining elatindan mototsikllar olishni tavsiya etamiz. Oti noma'lum har xil turda mototsikllarni narxini qarab olmasini tavsiya etamiz. Brendini ma'lumi bor mototsikllarni olinglar yurtdoshlar. Olish kerak, iloji bo'lsa O'zbekistonda zavodi joylashgan, skladi joylashgan ombor bor, texnikani olishni tavsiya etamiz. Buga deganda narxi arzon narsa olib, 1 yil 2 yil minib, zapchasini topa olmay, yana o'zi boshqalardan ekish yetib bilmaslik uchun yaxshiroq bahasi 1-2 million qimmat bo'lsa ham yaxshi texnika olishni tavsiya etamiz. Albatta. Xudo xolasa qara, Og'abek, biz ham mototsiklni sotishni boshlaganmiz-ku. Boshlaganda mototsikllarni aksiya etib beraman. Xudo xolasa bizlar dastavka bo'lmay turibdi, bilsang, dastavkani yo'lga qo'yganmiz. Dastavka qo'shildi, besplatniy bo'ladi dastavkamiz. Tekinga bo'ladi. Og'abek, aynan shu mototsiklimiz Alt Motors'ning 1,5 tonnalik aytiladi. Motor kubasi 150 lik bo'ladi, 100 ga 3 litr, 4 litr edi. 4 litr qancha edi? 30 da aptopkadan chiqqancha. Aptopkadan chiqqandan keyin 3 litrga tushadi. Motorni 2000 km garantiya qo'yib beramiz. 1,5 tonnani bemalol tortib biladi. Motorga 2000 km garantiya qo'yiladi. Polishini polishlari ham bo'ladi. 5 skor bo'ladi, 120 tezlikka chiqadi. Alt Motors 120 tezlik. Buni 29 million so'mga xarid etgan mijozimizga dastavkasi shurda turgan 6 dona texnikani bonusini qo'shib beramiz. Shular tekingami? Tekinga bo'ladi. Og'abek, bir dona skuter, zo'rdan bir xolodilnik, bir dona kir mashin, bir dona gaz plita, 12 lik konditsioner, inverter, qizdiradi, suv zo'rdan. Aynan shu pilost ham shundaychi bo'ladi, obunachilarimiz. Tekinga bo'ladi. Ini yurtdoshlar. Bu 29 million so'mning ichida bo'ladi. Agar bu texnikalarni Og'abek olib tashsa, mototsikl menimcha 15 million, 16 millionga tushib qoladi. Lekin 15 millionga bunday mototsikl bermaydi. Mototsikl berilmaydi. Haqiqatan narxini aytaman-ku, har safar Xudo xolasa bilan bu yil 3-yil video olishimiz, to'g'rimi? Og'abek Gurlanga menimcha birinchi o'zim chaqirgan bo'lishim kerak. Albatta. Shundan beri aytib turibman, bahosini solishtirsin. Bizlar arzon bo'lsa, Liboyerda keladi, solishtiradi bahosini. Ayni bo'lmasa videoda ko'rsin. Videoda solishtirsin, arzon bo'lsa so'ng bizga kelsin. Ini yurtdoshlar. Burun avval 2 yil elde dastavkamiz yo'q edi. Xudo shukr, dastavkani yo'lga qo'yganmiz. Bemalol dastavka etib beramiz. Shunda 29 million so'mga 1,5 tonnalik yurtdoshlar qaranglar, Alt Motors'ni olasizlar. Yonida yana konditsioner, gaz plita yurtdoshlar, kir mashina, pilisos, xolodilnik, skuter. Hammasi shunday qo'shib beriladi. Tekinga bo'ladi. Gaz plitaning ham zo'ri propandan, tabiiy gazdan zo'r yanadi. Ajoyib. Keyin bu mototsiklimiz yo'q, men sal ulrog'ini berdigan bo'lsa, bu ham shu narsani qo'shib beraman, lekin bahosida o'zgarish bo'ladi. Og'abek, bu 2 tonnalik Alt Motors'ning 200 kubalik bo'ladi motori, 100 ga 4 litr rasxod etadi. Bu ham 2000 km garantiya qo'yamiz. 2 tonnani bemalol tortib biladi.
Buni 32 million so'mga xarid etgan mijozlarimizga aynan shu yerda turgan texnikalarning hammasini qo'shib beraman. Tekinga bo'ladi, to'g'rimi? Tekinga bo'ladi. Ina. Keyin bizlarda xarid etish usullari, xalasa naqd pul oladi, xalasa plastik oladi, xalasa hakimlar ustidan tepsinama yapsa, tepsinama ham beramiz. Yo'q, men uyimda hech kim ishlamaydi, men bankka borishni istayman, yanimda kafil yo'q desa, o'zingizga birdan pasport bilan kelayotgan bo'lsa, yo'ldosh texnika markazi ishini bir zumda bitib beradi. Plastik ham shart emas. Plastik ham shart emas, kafil ham shart emas. Hukumat ichida ishlash ham shart. 1 yildan 1 oydan 12 oygacha muddat to'lovga chiqarib beramiz. Agar o'zingiz bilan kesha tog'im bo'lsa, bir 4 million, 5 million, 7 tog'im bo'lsa, 3 oy 4 oy ham qarzga turib turamiz. Yetar etmasini ham qarashasiz. Qarashamiz, turib turamiz, mototsiklni haydab sinovdan o'tib beradi. Demak, shunda buni 29 millionga, buni 32 millionga qo'yamiz, ichida dastavkasi bilan bu texnikalarni qo'shib beramiz. Dastavkasi shu Xorazm Qoraqalpoq. Ichida shu. Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab dastavka etib beramiz. Mutlaqo bepul bo'ladi. Og'abek, YouTube kanalimiz ham, obunachilarimiz ham shunday bir ro'zoyinda podarkalarni qo'shib beramiz, xudo xolasa. Qara, Og'abek. Hozir bizlarning YouTube kanalimiz Yo'sib qo'ying. Yo'ldosh texnika markazi deb yozasizlar. Aynan shu videolarimizning, aynan shu videoni ham xudo xolasa men ham qo'yaman o'zimning YouTube kanalimga, shu yo'ldosh texnika markazi deb yozsa, YouTube kanalida hozir 8 mingdan ziyod odam bor. Aynan shu obunachilarimiz 20 mingga yetganda 5 dona obunachimizni xursand etamiz. 1 2 3 4 5. Bu mototsiklning bahosi 16 million so'm, Og'abek. Buni hozir addini tushuntirib o'taman. 16 million so'm. Shundachi obuna bo'lgan uchun berajaqman. Tekinga. Shundachi obuna bo'lgan uchun. Obuna bo'lsa bo'ldi. Obuna bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Har videomizda bilaman. Bizlarni qo'llab-quvvatlab, kommentariy yozib, mijozlarimiz bor. Aynan shular orasidan saylab shuni beraman. 5 oni xursand etamiz, xudo xolasa, 20 mingga borganda. Buni beraman. 3 dona skuterdan, 1 televizordan beraman. 5 dona podarka. 5 dona podarkani 5 dona obunachimiz qoldi. Shuning uchun videolarimizni bilaman. Ko'p odam ko'radi, Og'abek. Like bosib, obuna bo'lib ko'rishni tavsiya etamiz. Oddiy, bizlarda hech narsa olmay ham obuna bo'lib, aynan shu narsalardan egasi bo'lishi mumkin. Podpisatsiya bosasizlar, shu videoga like bosasizlar, kommentariyani ko'p-ko'p yozasizlar. Kommentariyani aniqlaymiz. Xudo xolasa kommentariyada yozamiz. Avvaldan keltirgan obunachilarimiz ham bilan birday kommentariy yozadi. Shularni ham orasidan olqimiz buni. Endi Qadambay aka, podpiskimiz necha ming bo'lganda bu podarkadan g'olibini aniqlaymiz. Yo'ldosh texnika markazi 8 mingdan o'tgan. Xudo xolasa 20 ming bo'lganda birgalikda topshiramiz bu ejda. Xudo xolasa jonli efirda g'oliblarni aniqlaymiz. Aniqlab, agar bu yerga keladi, bu uzoqroqdan bo'ladigan bo'lsa, dastavka etib beraman, xudo xolasa. Dastavka etib beraman. Keyin Og'abek, bizlarda bu texnikalarni aytdik-ku. Qolgan texnikalardan ham hozir narxlarni aniq etib, qisqacha tushuntirib beraman. Shu skuterda olsa, operatorimiz qiynalmasin. Gap yo'q. Bu yerda endi operator kerak odam axir. Qara, Og'abek, bizlarda mototsikllarning baholarini kam kelganlarni, kam qolganlarini baholarini tushirib beraman. Eng birinchi shundan boshlayman, bu dim ko'p odamga kerak narsa, ko'p odam qiziqadi buni. Bu kvadratsikl buni Og'abek motor 200ligi bor. 32 milliondan boshlanadi. Bu motor 250ligi 2,5 tonnalik, ular 1,5 tonnadan boshlanadi. Ular 32 milliondan boshlanadi. Bu 2,5 tonnaligi 250 kuba bilan jihozlangan. Og'abek buni vaqtida 42 million so'mdan sotganmiz. 42 million so'mdan hozirda bir dona qolgan uchun aksiyada 35 million so'mdan beraman. 35 million 35 million so'mdan keladi, hech qanday qochib yurish boshqa gurum bo'lmaydi. 7 million skidka. 7 million skidka oladi. Bir dona qolgan uchun. Bir dona qolgani uchun. Keyin Motors'ning 260 ga 140 degan model bor. Kashalot degan eng ulusi bu. Kashalot. Samasval bo'ladi. Motor ham 300 kubali bo'ladi. Qo'sha balon bo'ladi. Shuni bir ko'rsatsa yaxshilab. Balonlarini ko'rsak. Borti 260 ga 140 bo'ladi. Buni ham vaqtida 42 million so'm dim arzon sotgan vaqtimizda 40 million so'mdan sotganmiz. Hozirgi kunda aksiyada 34 million so'm. 34 million so'm. 34 million so'm aksiyada. Kashalot 260 ga 140. Boshqa yerda xarid etgan mijozlar narxini yozib bersin. Yaqinda og'alar o'tgan so'mdan olgansizlar, yozib qo'yinglar. Yaqinda og'alar yozsin. Bu eng kattasi. Eng kattasi qo'sha balon bo'ladi. So'ng Panda modelimiz bor. Panda modelimiz ham qo'sha balon bo'ladi. Bu Og'abek 3 tonnalik. 3 tonnalik. Samasval qo'sha balon. Buning motori 250lik, uniki 300lik edi. Bu 300lik. Bu 250lik bo'ladi, samasval bo'ladi, qo'sha balon bo'ladi, 220 ga 140. Borti, motor kubasi 250lik. Fulli bor. Buni o'tgan vaqtida arzon sotganda, aksiyaga tushirganda 36 million so'mgacha tushirganman. Aksiyaga tushirganda. Xudo xolasa 2026-yil 1-martdan 31-martgacha
31 milyon so'mdan aksiyaga qo'yib beraman. 31 milyon so'mga Panda modeli yurtdoshlar. Samasval yine. Qo'sha baloni. Qo'sha balon, samasval, Motori 250lik. 250lik 100 ga 5 litr edi. Dastlabkisi ham ichida. Dastlabkisi ham ichida. Zo'r. Buning o'zining ham 7 dona qo'shimcha bonusi bor. Yana 7 dona maxsus sovg'asi bor, to'g'rimi? Zavod tomonidan keladigan shu birdagidek aytaman-ku. Shos spravkasi nomeri shu yerdan bitadi. O'zingizdan bitadi. Sarson bo'lib bermaydilar, to'g'rimi? Xudo xolasa Xunji motosiklimizda ham aksiya tushirib beraman. Xunji motosikillarimiz Ag'abek, yashirmayman. Boshqa motosikillardan 1-2 million so'm qimmat yuradi. Chunki brend. Hozir men bularning bahosini shu arzon motosikl bilan tenglashtirib qo'yib beraman. Gap yo'q. 2 tonnalik bo'ladi, samasol bo'ladi, motori 200 lik bo'ladi, borti 2 metrga 140 bo'ladi, yuk tortishi 2 tonnalik, bu ham 2 kilometr garantiya qo'yib beraman. Vaqtida 32 million so'm sotganmiz. Vaqti degan 2025-yilda 32 milliondan sotganmiz. 1-martdan 31-martgacha 26 million so'mdan qo'yib beraman. 26 million so'mdan qo'yib berasiz. Dastlabkasi ham ichida. 31-martdan. 31-martgacha shos spravkasi ham nomeri ham ichida. Xunji. Buni ham yaqinda necha so'mdan qala bo'lsa yozsin kommentariyada. Agar 31 million so'mga Samasval Xunji. Endi Ag'abek, bundan ham zo'r baho etib qo'yib beraman. Bu 2 metrga 250 lik edi bu. 200 lik edi. Bu 220 ga 140 bo'ladi, samasol bo'lmaydi, motor kubasi 200 lik bo'ladi, bemalol 2 tondan tortadi. Buni ham vaqtida 28 million so'mdan sotganmiz. Eng arzon sotdim deganda. 28 milliondan sotganman. 220 ga 140, 250 kubalni. Buni aksiyada 24 million so'mdan qo'yib beraman. 24 million. Yine yurtdoshlar. Bundan 2 dona bor, bundan 1 dona bor. Ulgurib qolinglar yurtdoshlar. Bugün aytib ketyapman, shuning uchun ulgurib qolish. Milliy narxlari bo'lmagan. Keyin qo'yxona, malqatli tog'in, o'zimizning tilda aytayotman, buni asli modeli Kamil deb aytiladi. Borti 220 ga 140 bo'ladi, motor kubasi 200 lik, 100 ga 4 litr rasxod etadi. Ag'abek. Iloji boricha tez-tez tushuntirib o'tib ketaman, qisqa video bo'lsin. Ko'p odam vaqtini olamiz. Eng asli narxini aytish kerak-ku. Shu narxini bir chetdan aytib ketaman. Buni o'tgan biz yerda og'alar bo'lsa ham, boshqalar og'am bo'lsa ham 28 dan kam sotmaganman. Hozir buni ham 24 million so'mga aksiya tushib beraman. 24 million so'm. 31-martgacha. Zo'r. 24 million so'mdan 200 kubali 220 ga 140. Moldash idon. Qo'yxona model deydi, kimdir molxona deydi. O'zi asli Kamil. Kamil. Dastlabkasi ham bo'ladi yana ichida. Tuya modeli yurtdoshlar. Xo'p, endi navbatdagi modelimizda yana bir modelimizda aksiya tushib beraman. Lachin motosiklimiz 2 tonnalik bo'ladi bu ham. 2 tonnalik. Borti 2 metrga 140 bo'ladi. Borti bilan nechun tushuntiribman. Bu motosikletlar tashqi ko'rinishi bir xil bo'ladi, narxi har xil bo'ladi. 2 metrga 140 bo'ladi, motor kubasi 200 lik, 100 ga Samasval. Samasval modeli. Buni ham 30 million so'mdan arzon sotmaganmiz. Lachin. Bundan bir dona qolgan uchun 31-martgacha kim birinchi kelib aksiyaga ketavering? 24 million so'mdan aksiya qo'yib beraman. 24 million so'mga Lachin. Samasvali, dastlabkasi, shos spravkasi, nomeri. Uyni eldin olib borib berasizmi? Muddat to'lovi ham shu narx. Uyning eshigini eldincha olib borib tushirib berib ketaman, xudo. Zo'r, hisob. Yana muddat to'lovi ham shu narxda beraman. O'zgarmaydi. Kelsa-ki, bo'lgani. O'zgarmaydi. Xo'p, navbatdagi modelimiz Samasval emas bo'ladi, Lachinning. Bu ham shu xuddi shunday bir xil 2 metrga 140 bo'ladi, motor kubasi 200 lik bo'ladi. Bu aksiyaga qo'yib turgan motosikletlar yurtdoshlarimiz o'tgandan qolgan motosikletlar emas. Shuning uchun bekasini bir tushirsin, gap isbot bilan bo'lsin, 26 bo'l. Yaxshilab bir ko'rsin. 2026-yil fevral oyida chiqqan mototsiklet. Hammasi 2026-yil mototsikletlar. 26-yil bo'ladi. Buni ham vaqtida, Ag'abek, vaqtida 26 milliondan kam sotmaganman. Hozir buni 31-martgacha 21 million 500 ming so'mdan 2 tonna olib qo'yib turibman. 21,5 million. Yine yurtdoshlar. Bu narxdan 1 tonna olib sotmaydimi? 2 tonna olib turibman. 2 tonnalikni 21,5 milliona berajak. Dastlabki shu spravka. Hem Lachinni zo'rini. Lachinning zo'rini 2000 kilometr garantiya. Yana bir daha pasport qam. Pasport. Plastik ham shart emas. Yo'q, kafil ham kerakmaydi, bank ham shart emas. Aynan shu yerga keladi. Buxgalteriya ham shuna ishini bir zumda bitirib. Sirasi bitami? Haydab ketaveradilar. Hayda, dastlab ketib beraman agar haydab ketaman desa. Agar haydab ketaman desa, benzinni solib beraman. Benzinni solib berasiz. Ha, rasxodini qaytib tashlayman. Agar o'zi haydab ketaman desa, bordi keldi rasxod bo'ladi bu. Masalan, uylarcha olib borsam 200 ming so'm rasxod chiqadi bo'lsa, 400 ming so'm qaytib beraman o'zim ketgan. Ajoyib. Narxidan qaytib. Ha, motosikletlar ham rangida bo'ladi, xalaga rangini minishi mumkin. Lachinlar. To'qli motosikletlarimiz ham bor, Ag'abek. To'qli motosikletlarimiz 7,5 million so'mdan 17 milliongacha bor. Va kemikal modellar ham kelgan. Skylmax. Kemikal so'rag'anlar uchun keyin zo'ri keldi, tozasi, polosli. Benzin bilan bir xil, bort ham cho'nqir edi. Kattasi. Eng zo'ri hozirgi 26dagi trendda turgan bunday yili to'qli motosiklet hech qaysi firmada yo'q. Balonlarini ko'rsing, balonlari ullusan bor, kichsan bor buning. Polos deb bu aytiladi, benzinlarnikida bo'ladi. Polos ham bortigacha cho'nqirlarni tushirib.
Yine. Kimgadir to'qli yog'adi, kimgadir To'qli motosikl. dizelli yog'adi. Mana balonlarni ko'rsa, orqasida unli balonlar ham bor. Mana yine shuniki unli balon, shiroki balon. Necha akkumulyator bo'ladi bularda? Bularning 4 akkumulyatordan 6 akkumulyatorgacha bor. Avon. Bu Podshoh degan modeli, Shohona. Amortizatorlar ham zo'r bo'ladi. Zo'r, eldining kengishligini qara. Bemalol o'tiradi. Zo'r. Xo'p, keyin biz yerda Ag'abek skuterlar ham bor. Skuterlar. Skuterlar 2,5 million so'mdan adashmasam 7 milliongacha bor. Yine. Skuterlar. Skuterlarning bular ham 70% yaqini kelgan, 30% kelmadi deylik. Bularning ham toza modellari keladi. Qo'shimcha uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa, keyingi video olamizda. Skuterlarimiz 2,5 milliondan 7 milliongacha bor. Buni ham bir dona pasport bilan ishini bitirib beraman. Endi skuterlar sezoni kelyapti, xudo xolasa. Sezoni kelyapti. Ag'abek, masalan 5 millionlik skuter olsam mendan 2 millionni, 2,5 million yaqin bo'lsa, qolganini 2,5 ga o'zimiz ham qarzga beramiz. Qarzini? Ava. Üstüne 1 so'm pul bilmaydi, shu 5 million mı 5 million. Avon. 1 so'm pul bilmaydi. Shu 2 millionni bersa, 3 millionni shu 3 oyga bersalar bo'ladi. Taxminan 3 million yo 2,5 million bo'ladigan bo'lsa, qolganini qarzga topib turamiz. Yetmaganda. Shunday imkoniyatlar bor. Bor bizda. Yo'ldosh texnika markazida. Ava, pasport bilan kelsa bo'lgani, ishini darrov bitirib beraman. Keyin yakka mototsikllarimiz, bularni ya qisqacha tushuntiraman. 16 million so'm deydim-ku. Bu Ag'abek, shuni aniq etib tushuntiring. Motor 150 kubali. Avon. Ko'p odam buni shu spravka dokumentlashtira olmay yurtdi. 2026-yildan shu yo'lga qo'yildi. Bu mototsiklni olgan odamni otini o'tib beramiz, o'zimiz shu spravka yozib beramiz. Avon. 2025-24 olganlar ular o'tmaydi. Nomer oladimi, buni olmaydimi? Otini o'tirib beraman, nomer olish oluvchining o'zine. O'zi xolos oladi, xolos olmaydi. Olmaydi. Lekin otini o'tirib beramiz, ertaga birga urliqma, nerda qildigan vaqt isbotlab beradigan qog'oz bo'ladi. Avon. Hech qanday ma'lumotnoma, oddiy qog'oz shu spravka yozib beriladi. Prava kerakmi bularni haydash uchun? Kerak bo'ladi prava. Bunga deganda tezligi Nechga chiqadi? Hozir yashasasiz ko'rmay turibdi, elektronli tablo. Elektronli tablo. Shuni hozir tezlikka chiqadi bu endi. Tezligi endi Ag'abek tursi 80-90 dan o'tirib ko'rmadik o'zimiz. U oxiri ko'rinmaydi. Kobaltday tez tebamiz. Bassan ko'taryapti, mana shunday. Bassa ketaveradi. Ketaveradi. Aynan shuni hozir to'lovsin tushuntirib o'tib ketaman. Masalan 16 million so'm biz yerda hozir 150 kubali. Biz yerda ko'pincha Yava mototsikl deydi buni. 16 million so'm narxi, 8 million so'mini to'laydi, qolgan 8 million so'mini 3 oyda bo'lib to'laydi. Qarz 3 oy, ang? 1 so'm 16 million bo'lsa yurtdoshlar, bo'lmaydi. yarmini to'laysizlar 50%ni, 8 million so'mni to'laysizlar, yana 8 million so'm qoladi. Shu 8 millionni 3 oyga bo'lib to'laysizlar, to'g'rimi? Bu hamma texnikaga emas, aytib turganlarimni amal etadi. Shularga yurtdoshlar. Shular, keyin 500 kiloluk to'qimalarimiz bor, trisiklarimiz bor, boramiz trend to'p turibdi, ko'p odam olib turibdi bulardan. Keyin bu yerda 1-2 benzinli mototsikl qoldi. Shularni ko'rsatsak. Benzinli mototsikllar. LTL'lar bor, to'g'rimi? Elk Motors bor. Xudo xolasa tez orada boshqa brendlar ham kirib keladi. Buni ham aksiyaga qo'yib berajaqman Ag'abek. Ina. Bu ham 200 kubali bo'ladi. Yuk tortishi 2 tonnalik bo'ladi. Avon. 2000 kilometr garantiya qo'yamiz. Bu kabinka qo'yilgani bu. Kabinka qo'yilgan so'ralib. Buni ham 28 million so'mdan sotganmiz. Aksiyada bundan bir dona qolgancha Ag'abek 24 million so'mdan beraman. 24 millionna chertaklisini berasiz, to'g'rimi? Chertaklisini beraman. Agar shu kimga shu mototsikl hozir olajaq bo'lsa, puli bo'ladigan bo'lsa, hozir olib qolish kerak. Bugun endi sezonga kiryapmiz. Narxlar ko'tarilishi mumkin. Hozirgi sharoitdan kelib chiqib aytayotman. Balkim shu narxda qoladi. Lekin bu narxlardan o'tgan safar bilsangiz, har videoda tushirib borato'ydim bahosini. Aynan shu hozir aytib turgan narxlardan Optimgan o'zi do'konchilarga berilib turibdi bu narxda. Berilib turibdi. Keyin qisqacha yana bizlarda qo'shimcha aksiya bor. Ag'abek hozir aksiya dim qo'yib ketdi. Qaysi birini aytamni bilmay turibman. Siz ichkariga kiramiz, aksiyalar bilan kiramiz, sen isroqda tushuntiraman, bo'ladimi? Bo'ladi. Toshkabina yo'ldosh texnika markazida ajoyib yangilik, Lototrondan yo'l qo'ydinglar, to'g'rimi? Yine. Bunda podarkalar bor, to'g'rimi ichida? Podarka bor. Bizlarda levoy texnika oladi. Istaganni oladi. Istagan to'lov etgandan keyin narxini kelishib, vejlarning podarkalarini olgandan keyin xarid 3 million so'mdan o'tsa, buni aylantiradi Ag'abek. Qara shu realniy bo'lsa aylantiraman, sen o'zing bir olib ko'r, omadingni sinab. Bo'ladimi? Bo'ldi. Yurtdoshlar qilgan xaridingiz 3 million so'mdan oshsa, Lototronda o'zingizni baxtingizni, omadingizni sinab ko'rasiz. Buni ichida 500 yaqin sovg'a bor, uqonlar, xodimlik, televizor, gaz plita, skuter, nima chiqdi? Ochamiz. Yine. Hozir kerak chopper chiqdi. Chopper. Chopper tekinga bo'ladi. Shundaychi bo'ladi, xarid kelishgandan keyin. Keyin bizlarda yana 3 million so'm o'tgandan keyin omadli Lototron kupon bor. Lototron deb aytamiz bizlar. Shuni beramiz har safar kelganda, masalan, Ag'abek 3 milliondan o'tdi xarid. Kelishdim, vejdi, dastlabki yetib berdik, kreditga oldim, masalan 3 milliondan o'tdi, bonusini berdim, buni aylantirdim. Bundan keyin
buna bir dana peçet basıp beremez sana. Bir dana peçet. Avan. Bunun amal qilish muddati 31 dekabrgacha amal etadi. Avan. Bu yil 2026-yil 31 dekabrgacha. 26-yil. Ag'abek qur o'zing olishing shart emas. Avan. Qalasang jo'rangda yakki, qalasang qo'ng'ishingda yakki. Avan. Qalasang qardosh tug'angda yakki. Fark yo'q. Farqi yo'q. Men 3 million so'mdan ziyod oldim, her peçet basaman. 10-sinde shunday skuter sana tekinga bo'ladi. Qo'ying, tekinga. Tekinga bo'ladi. Yine yurtdoshlar, kelasizlar, shu narsa sizlarga beriladi. Birinchi xaridingiz, ikkinchi xaridingizda donish bilishlaringizni farqi yo'q yurtdoshlar. 10-chi pechatida yana bir dana skuterni tekinga berasiz. Ha, pechatini bosib boramiz. Kompyuterdan ro'yxati yuritiladi buning. Pechatini bosib boramiz. Har bir vatgan 3 million so'mlik xaridingiz uchun bir pechat bosiladi, to'g'rimi? Barabar. Dini kelishilgandan keyin orqasi mana Instagram, Telegram obuna bo'lib qo'ysa bo'ladi shularga. Gap yo'q. Hop, keyin bizlarda qaraz, Ag'abek YouTube kanalimiz uchun 5 tane sovg'a qo'ydim. Avan. Instagramdan 5 tane skuter qo'yib qo'yibmiz. 10-mart kuni bo'ladi. Instagramdan 5 tane skuter qo'ygansiz. Instagramdan 5 tane skuter qo'yibmiz. Mana o'zi birinchida chiqib turadi, yo'ldosh texnika markazi deb yozadi. Avan. Aynan shu birinchi videoga kiradi. Kommentini 5 tane do'stini belgilaydi, podpiska oladi bizlarga. Bo'ldi. Boshqa shart emas. 10-mart kuni 17:00 da prямой efirda aniqlaymiz. Jonli efirda, xudo Jonli efirda, xudo xolasa. YouTube kanalimiz 20 ming bo'lganda birga aniqlaymiz uni ham, xudo xolasa. Gap yo'q. Yurtdoshlar, xudo xolasa Instagram ham, YouTube ham obuna bo'lganlar uchun ajoyib sovg'alar yo'ldosh texnika markazidan xudo xolasa. Obunachilarimiz uchun. Obuna bo'lgandan keyin xudo xolasa reklamamizni ham qo'yganda eng birinchilardan eldan chiqadi. Albatta. Uchun obuna qo'yishni tavsiya etamiz. Qurib sovg'a qo'ygan vaqtimiz hamma vaqt obuna bo'lishni tavsiya etamiz. Manfaatli bo'ladi hammaga. Yine yurtdoshlar, kelaversa gurlardan xudo xolasa mototsikl olaman deysizlarmi, ishi texnika olaman deysizlarmi, eng afzali, eng optimi xudo xolasa yanında podarkalar bilan yine dastavkalar ham yo'la qo'yibsiz xudo xolasa, to'g'rimi? Ha, xudo xolasa. Bu aksiyamiz endi 31-martdan bo'ladi. Martgacha bo'ladi, xudo xolasa. 31-martdan shu aksiyamiz amal qiladi. Pastda telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Onlayn savdodan foydalansanglar bo'ladi. Shu uyda o'tirib zakaz etsanglar olib qo'yib beradi. Ha, ekranda telefon nomerlarini qo'yamiz. Iloji bo'lsa lokatsiya bo'lsa, shu yerda agar lokatsiyani ishlata olmasa YouTube kanaldan shu yerda turgan ilk nomerga telefon etsa, bolalar Telegramdan tashab beradi o'zlari. Shu nomerlarga Telegramdan lokatsiya, adres deb yozsalar bo'ldi. Bo'ldi. Keyin xo'p, bizlardan muddat to'lamiz Ag'abek. Avan. Xorazmning ichini, Qoraqalpog'iston Respublikasida amal etadi. Amal etadi. Viloyatlarda yo'q. Bizlarda hozir Toshkentdan telefon etadi, Samarqanddan, Buxorodan telefon etadi. Biz o'zimiz berib turgandan keyin oyoqlarga bera olamiz biz. Yine viloyatlardan ham amal oshirsa bo'ladi, lekin shu shaxsni o'zi kelib kerak beradi. Kelib oyliqlardan bo'lish kerak. Oyliqlardan bo'lishi kerak. Ular oyliqlardan beramiz. Ishlamay turgan qurib pasporti bor odamga o'zimizda yaqin do'ragimizdan 200 kilometrgacha beramiz. Yine yurtdoshlar. Shuni addinni ayting, ko'p odam telefon etib, shu bo'yicha so'raydi bizlardan. Keyin ish vaqtimiz 9 dan kechki 7 gacha bo'ladi. Shu vaqtda telefon etsa, aniq etib savollarga javob beramiz. Ajoyib. Yine yurtdoshlar. Kelaversa xudo xolasa 31-martdan bu aksiyamiz amal qiladi. Qadamay ketsam katta rahmat. Xudo xolasa shunday aksiyalarni ko'psini qo'yavering. Mototsikl olaman deganlar va bu videomizni tashlab qo'yasizlar, like-dan ayamisizlar xudo xolasa. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.